Bugun ko'rinishi shunaqa ajoyib bo'lgan pitssa pishiramiz. Qani ketdik. Pitssamizni xamirga kerakli bo'lgan mahsulotlar: 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq shakar, 1 osh qoshiq dro'ja hamda semchka yog' kerak bo'ladi. Bismillah deya ishimizni xamir qorishdan boshlaymiz. 2 piyola illiqroq suvga 1 osh qoshiq dro'jamizni, 1 choy qoshiq shakar hamda 1 choy qoshiq tuzimizni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamiri yanada mazaliroq chiqishi uchun uyda yeyilmay qolgan qaymoqdan 2 osh qoshiq qaymoq soldim. Bu albatta tabga ko'ra solmasangiz ham bo'ladi. Qaymog'ini yaxshilab ezib olamiz va tayyor bo'lgan massa ustidan un solib xamir qorishni boshlaymiz. Xamirimiz yumshoq bo'lishi kerak. Xamirimiz yanada osonroq, qo'lga yopishmay qorilishi uchun ustidan semchka yog' solamiz. Xamir qorilgandan so'ng uni ustidan strichlab issiq joyga o'rab olib qo'yiladi. Menga onam mana shunaqa chiroyli dasturxon tikib berganlar. Men mana shunga o'rab issiq joyga ko'tarib qo'ydim xamirimni. Pitssa sousi uchun ketchup, mayonez hamda quritilgan rayhonni solib yaxshilab aralashtirdim. Menga o'xshab sir tanlashda adashmang. Yaxshi eriydigan sirni qirg'ichdan chiqaramiz. Kopchoniy kolbasa albatta haloladan ishlatamiz hamda men qalampir ham soldim. Bu orada xamir ham tayyor bo'lib qoldi. Patnisimizni yaxshilab yog'lab, xamirni yoyishni boshlaymiz. Xamirni chekkasini ozgina qalinroq holatda qoldiramiz. Xamirni ustidan tayyorlab olgan sousimizni yaxshilab surtib chiqamiz. Surtilgan sous ustidan qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepib chiqamiz. Boya aytganimdek, menga o'xshab adashmang deganim sababi men sir olib qo'ydim, ammo umuman erimadi sirim. Shuning uchun yaxshi eriydigan sirni olish kerak. Buni ustidan esa yana tapga qarab bezatiladi. Kopchoniy kolbasa men qo'yib chiqdim, chunki bolajonlarim kopchoniy kolbasalisini juda ham yaxshi ko'radi. Ozgina joyiga qalampir qo'ydim. Bu esa adasi uchun. Adasi achchiqni yaxshi ko'radilar. Pitssani usti tapga qarab bezatiladi. Go'shtli yoki bo'lmasa qo'zqorinli zaytunlar qo'shib ham qilsa juda mazali chiqadi. Eng ustidan yana sirni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mana pitssamiz ham pishib chiqdi. Pitssada aybi faqatgina shu sirida bo'lib qoldi. Siri yaxshi erimay qoldi, ammo boshqa xamirlari juda ham zo'r chiqdi.